Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderlik Facebook'taki dünyanın harikası çaylardaki kıyırındaşları. Ben Abdülaziz Beş Toğrak İstanbul'dan tedbir şirketimizden hazır silahı Allah'ınki cennet salamı boğan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilen birlikte inşallah tedbir yaysin dersleri 12. dersimizde Erkin Sıdık akımızdan balalarga dinni qancha yaştan başlap ügetse en muvaffaq degan sual üstüde ilip bağan biraz mulahizlerini sizler bilen ortaklaşıp ütümen canım dostlarım. Bayatın biraz başlagan tok arada bu ne bulup kaldı yani aslında bu sin ders bolgandan keyin sin şeklide bolsa yaxşı bolupdy dep oylap yani burunda tatıp şu sin ders kılıp atkandık. Arada bu Facebook'ninki avazını çıkardıgan resimni kösetmeydigan adamınki videosunu kösetmeydigan avazla çıkardıgan mıydı bir usulni ortaga çıkarıp diken bula. Moşondan paylanıp kıpakay digendim bu ders onun da alakı bir qancha qatim köreldi bu hatalık. Bu mini iPad qaytadan qozg'iladigan bo'lib qoldi. Şuna hazır bu tedbir yaysin derslerini şu sin halatida sizler bilen paylaşıp ötey kaderli kıyırındaşlar. Ondan olsa dikkatinle sin dersimizde bu olsun. Makale biraz uzunrak bir saatlik vaktimiz var ama şu vaktin işi de tügütüş getirişimen dikkatinle da olsa sin dersimizde balaları dinini qancha yaştan başlap ügetsek en muvaffaq degan bu derste bolsun. Erkin Sıdık akimiz bu makalani 2017 yıl 29 Avgust yazgan ve internet toruda ilan qilgan. Yuqoridagi milletimiz chet eldeki Uyg'urlardan nimalarni kutidi degan temada bir qism nihoyatda muhim savollar o'ttirg'a qo'yilibdi. Umumlaştırıp aytganda milletimiz chet eldeki Uyg'urlardan özünün dini itiqadını saqlab, Uyg'urni her vaqt estiching tutup, özlerinin barligini atap, Uyg'urlarning milli kimligini saqlab qilish yo'lida vatandagilar hozir qilolmaydigan ishlarni qilishni, bu yo'lda eng yuqori darajada tirishishni kutadi. Bu bir nihoyat keng doiralik masala bo'lib, men uningdagi asosiy ideyalarni yaqindagi bir qism yozmalarimda ortaga koyup öttüm. Yani hazır Uygurlarning oldidagi eng cho'ng muhim vazifa o'zini saqlab qilish. Bu vazifani o'rinlashga unumli to'pi qo'shish uchun chet eldagi Uygurlar qanday ishlarni qilsa bo'ladi? Meningcha qilishga tegishli birinchi muhim ish bolalarini ilmiy usulda to'g'ri tarbiyalash. Men mazkur maqolada shu masala ustida ozroq to'xtalib o'taman. Qiladigan ikkinchi ish öz itiqadını saqlab, milletini qattiq suyup, siyasetçi, dinçi, pençi ve başqıcı, aqça, kökçü qatarlıqlarının hemmisini taşlap, hem vatandaşlar, Uygurlar degenden ibaret bir la bayraqның astığı toplanış, yani hem Uygurlar bir tal uyultaşda qattiq ittifaqlaşış. Qiladigan üçüncü iş, özlerinin barlığını atap, hem imkaniyetlerden tuluq faydalanıp en zor derecede tirişçilik görüstür. Şu arkalık özlerini en yukarı derecede güçlendiriş. Başkalarının bize histaşlık görüstüşü, xuddi boğak balının ağzıga quruq imizge selip koyğanga oxşaş bir iş. Onun asasen kıymeti yok. Emeliyatta Uygurlar üçün hazır aşında quruq imizge saldıqallamı kündün kündü azlap ketip atıdı. Hazırғы dünyadaki oxşamagan milletler başqalarga yardım qilishda aldı bilen özüge qarşı tarafdan keladigan menfaatga qaraydı.
Qarşı tarafdan menfaat kelmeydiken ulağı yardımı qilmaydi. Bu haqiqatning natijasini eng ko'p ko'rgan millatlarning biri Uyg'urlardir. Hozir Uyg'urlarning qo'lida boshqalarga menfaat yetkazgudek narsami qolmadi. Şunlaşqı biz öz təqdirimizni yaxşılayımız deydikenmiz, çoxum aldı bilen üzümüzni aqli cəhətdən güçləndirib, andın öz gücümüzge tayinib iş elib verişimiz gerek. Aqli cəhətdən özünü güçləndiriş degenlik, ali məktəbdə oxub baxmağanlar bakalavrlıqda oquş, bakalavrl ünvanı barla magistrlikdə oquş, magistrlik ünvanı barla doktorluqda oquş, məlum bir kəsbdə ali məktəb bütürgənlər çoxum özünün kəsbi qabiliyyət və kəsbi bilimlərini toluq işqi salalaydıqan bir urundun xizmət tepiş. Özü yaşavatqan əlinin cəmiyyətində imkan qədər yuquru urunğa erişiş, həm də imkaniyyəti barlar sün'i aql, nanotexnologiyası, uçur texnikisi, DNA təhrirləş, zor güləmlik salla ilmiga o'xshash eng yangi va eng oldingi qatordagi tabiiy fan, texnologiya va injenerlik sohasiga kirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Men millat uchun nima ish qilib beralayman degan masala ustida o'ylanayotgan har bir vatandoshdan o'zini kuchlantirish haqida qaytadan bir qatim qattiq o'ylanib beqishini hamda darhol amaliy ish harakatga o'tishini ümid qilimin. Uyg'urlarda olim bo'lishdan odam bo'lmoq tez deydigan bir maqol tamsil bor. Amaliyotda bu bir hikmatli so'z bo'lib, o her bir insan uchun onun bilimiga qaraganda onun kishilik xarakteri ve ahlakı texmi muhim ekanligini ko'rsatib beradi. Haqiqatan bu chet eldagi Uyg'urlar qanchalik bilimlik ve qanchalik qobiliyatlik bo'lib ketishidan qat'iy nazar, agar ular millatni so'ymaydigan, millatning g'amini yeb, millatning taqdirini yaxshilash uchun bir kishilik töhfa qo'shmaydigan, ularning Uyg'ur millat uchun ancha qimmati yo'q. Hozir dunyoda harbiy kuch, iqtisodiy kuch, yumshoq kuch va ulardan muvofiq foydalanish strategiyasini tuzadigan zirak kuch qatorliq har xil kuchlar mavjud bo'lib, Uyg'urlar bir millat sifatida harbiy kuch bilan iqtisodiy kuchda hozir hech qanday asosga ega emas. Uyg'urlar hozircha yumshoq kuchdanmi intayin ojiz. Shunlashqa biz hozirgidek qattiq bo'zak bo'lishqa, qattiq xorlanishqa va insonlar chidag'usiz darajadagi qattiq masxara qilinishga duch kelyapmiz. Aslida Uyg'urlar uchun, bo'libmi chet eldagi Uyg'urlar uchun yumshoq kuch sohasida özünü texmo taraqqiy qildirish va yumshoq kuch sohasida o'zlarining rolini unumlik joriy qildirish fursatlari bor edi. Ammo bir qism sabablar tufaylidan biz hozirgacha o fursatlardan yaxshi foydalanib ketmayapmiz. O sabablar ichida nodonlik, aqlsizlik va hozirgi zamon bilim sohasidagi tuvanlik, ya'ni aqliy kuch jihatdagi ojizliklarmi bor. Hazır hemimizden körüp turvatqanidek, eğer biz yine davamlıq, nadallık ve akılsızlık qısak, özümüzün milli kimlikini saqlab qalalmaymiz. Milletinin aqli gücünü yükseldirişinin aldığın şərti balalarga küynüş, perzentlerini ilmi usulda yaxşı tərbiyələş ve perzentlerini ilmi usulda doğru tərbiyələş. Aqli cəhətdə özünü gücləndirişi bir uzun müddetlik projekt bulup, onun en halkılı qadam basqıçı balalarını toğra tərbiyələş. Hazır chet elde yaşavatqan Uyg'urlarga nispeten balalarını toğra tərbiyələş bir qancha o'xshamagan sohalarni o'z ichiga oldigan bo'lib, tuvanda men shu sohalarda ayrim to'xtalib o'taman. Birinchi, balalarni aqlliq beqib çoğun qilish. Qadrli qarindoshlar, biz hozir birlikda o'rganayotganimiz Erkin Sidiq akamizningki balalarga qanday qilganda balalarni qancha yoshdan boshlab
din üyesi en muvaffak degan temideki makalesini okuvatımız kadirli kelimdaşlar. Dikkatinla yine bu dersimizde bolsun. Eğer mümkün olsa başka kelimdaşlarıma teşvik koysanlar belki texmo yaxshi unumi köp bulushi mumkin. Balalarni aqlli qilib beqib cho'ng qilish. Ata-onalarning hammasi balasining aqlli tug'ilishini va aqlli odam bo'lib cho'ng bo'lishini orzu qiladi. Ammo aqlli balalar bosh tilla aqlli tug'ilamdi yoki ularni tug'ilgandan keyin tarbiya ashunda qilamdi degan savolning javobini bilmaydigan hech qanday ata-ona bo'lmasi kerak. Bir balaning aqlli bo'lishini nima belgilaydi? Madaniyatmi, genmi yoki boshqa narsimi? Ta ki 1980-yıllar kelguncha meni kasalliklar olimi insonlarning mengisi bilan aqlni genlar vujudga keltirgan bo'lib, ularni o'zgartgili bo'lmaydi deb qarab kelgan edi. Ammo 1980-yillar kelganda Kaliforniya Universiteti Berkeley şöbesining tadqiqotchisi doktor Marian Diamond yetakchiligidagi bir guruh olimlar insonlarning aqlliq darajasiga mingini qo'zg'uvchi muhitlar nihoyat kuchli darajada ta'sir ko'rsatganligini bayqadi. Ular mingini qo'zg'ash orqali bir odamning aqlliq darajasini yuqori ko'targili bo'ladiganligini isbotladi. Bu mingi ilmiy sohasidagi bir inqilob bo'lib hisoblanadi. Bu tadqiqot natijasini ko'rsatishicha bir odamning aqlliq darajasi ne aşu adamның genleri bilen taşqı muhittin kelgen qo'zg'utish ta'siri birlikte belgileydi. Genler mine ve onun hücrelerini teşkil kıldıgan bulup, insanların aklının asas kısmını bolsa muhitning qo'zg'utishi vücutga keltirir. Bunda qo'zg'utishning ta'siri bala tug'ilgandan keyingi dastlabki 3 yil ichida eng kuchli bo'ladi. Balani aqlli qilib cho'ng qilib bo'ladi. Bunun bir ispatı Yahudilardır. Yani hemimizden haberde boğundaki Yahudilerin içinden akıllı kişiler köp çıkıdı. Yahudilerin nüfus sanı tahminen 13 milyon. Bu san Uygurların nüfus sanıga yakın keladigan bulup, Yahudilerin nüfusu dünya nüfusunun aran 0,2% teşkil kıldı. Ama hazırgıça dünyadaki 850'den köprek kişilerge Nobel mükafatı berdigan bulup, Yahudilar aş kişilerinin 20%'nin köpürekini teşkil kılıdı. Bir Yahudiden boğan tədqiqatçı Yahudilarning aqlliq bo'lishlik sebebini yuqoridagi yangi bayqash bilan birleştirib tekshirib, onun sebebi Yahudilarning ba'zi diniy an'anasi va urf odatlari bilan munosabatlik ekanligini o'ttirga qo'ydi. O mundaq deydi. Naql yani Judaizm yani Yahudi dininde Şema deb atılgan bir en danlıq namaz bar bulup, onun da balalarına yaratquchining qonunlarini ijtihad bilan üget degan söz bar. Moşu bir qancha oddiy so'zlar bilan yaratquchimiz bizga mengining aqli kuch-qudratini qanday etishimiz kerakligini ügetgan. Amaliyotda yaratquchimiz ashu so'zlarni Yahudilarning namoziga qo'shib qo'yish orqali bizga nihoyat aqlli kishilar qatoridan o'rin bergan. Bizning burun ajdodlarimiz balalarga yaratquchining qonunlarini o'qitishning eng yaxshi usuli ularga Tavratni o'qib berish ekanligini bayqagan. Shuning bilan barliq Yahudi ota-onalar balalarga kitob o'qib beradigan o'qituvchilarga aylangan. Ammo Shema namozida balalar qancha yoshda kitob o'qishni boshlashi kerakligi haqida biror ko'rsatma berilmagan. Ya'ni yaratquchimiz bu ishda sukut turish yo'lini tanlagan. Şunun bilan köp degan ata-onalar balalarga kitob o'qishni o'rgatish jarayonlarini balalari amdili mangan va amdili so'zlagan vaqtdan boshlab elib borgan. Ya'ni balalar 1-2 yoshga kirgan vaqtda boshlagan. Yahudilarning ajdodlari baldur kitob o'qishni boshlashdan foydasi haqidagi ilmiy asoslarni u chaqda ancha tushunib ketmagan. Ammo amaliyotda baldur kitob o'qishni boshlash mingni taraqqiy qildirishning katalizatori bo'ladi. Yani katalizatorning ma'nosi o'zida mangulik ximiylik o'zgarish yasamay turib,
bir xemiylik reaksiyasının sürütünü tiziltidigan madda. Yani kitap okup, kitap okuşunu başlaş, emniyette baldur kitap okuşunu başlaş, mengini terakki kıldırışının katalizatörü de. Mengini kozguç usulleri içiydi, kitap okuş, ünümü en yukarı usul bulup hesaplanıdı. Kitap okuş, balalarını tefekkür kılışkı mecburlayılgan bulup, tefekkür kılış bolsa mengini çiniktirişinin en yaxşı tenerkiti bulup hesaplanıdı. Yeniden mangan bala kitap okuşunu ügense acayip sihri işler yüz burdu. Bala toğulup destekli 3 yıl içinde balaga kitap okuşunu ügütüş, andın ata-analar balalara kitap okuzup, özleri anlap biriş, şunu takitlep ötüş gerek ki, balaga kitap okup biriş bilen balını ata-anasıga kitap okup bergüzüşünün asman, zemin, paqiba. Yahudilarning kitap okuş, muzakere qilish ve özlüküdün ügünüş medeniyeti, ularning aql jihati runak tepishini zörür qo'zg'utish muhiti bilan ta'minlagan. Yahudilarning boshqalardan aqlliq bo'lishining sababi ana shu. Naql tugudi debdi. Bu bir Yahudininki gibi ekan, shuningki tadqiqot natijasi ekan, qadrli qarindoshlar. Mengini çiniktirish orqali aqlni taraqqiy qildirish xuddi badan qurish mashqlari orqali badanning o'xshamagan qismlarini o'zi arzu qilgan shaklga mos keltirib taraqqiy qildirishga o'xshash. Agar yetarlik darajada badan chiniqtirsangiz, sizning muskullaringiz bag'ansiri cho'ng va bag'ansiri kuchli bo'lib taraqqiy qiladi. Bu bir yangi hukm emas. Uni hamma odam biladi. Mazkur maqolada bayon qilingan yangilik shuki, alimlar kichik balalarning mengisini qo'zg'atish yoki chiniqtirish orqali onun aqliy kuchini xuddi odam muskullariga o'xshashla taraqqiy qildirgili, balalarning aqlliq darajasini yuqori ko'targili bo'ladiganligini isbotladi. Men yuqoridagi mazmunlarni asosiy jihatdan o'zimning balalarni aqlliq qilib tarbiyalaylik bo'lamdi degan yozmasidan oldim. Ben bu yerde barliq okurmenlerge aşu makalini bir qatim o'qib chiqishni tavsiya qilaman. O maqalemening marifat.com degan tor betim ve birinchi tor kitabımda bor. Tor adresi şu maqalening orqasida bor debdim. İkinci, balalarning davlat tilidagi savodini eng zo'r kuch bilan yaxshi chiqarish. Hozir chet elde yaşayotgan Uyg'urlarning farzandlari kichik vaqtidan başlapla mundaq 3 çoğ vazifege duş kelyapti. Birinci, özü yaşayotgan davlatning tilini öğreniş, ikinci ana tilini yoki Uyg'ur tilini öğreniş, üçüncü din öğreniş ve Kur'an ayetlerini yadlash. Chet eldik ata-onalar ishida bolalarga bu 3 narsaning qaysini oldida, qaysini keynida o'rgatish ishini to'g'ri hal qilib kelayotgan ata-onalar bor. Ammo hozircha chet eldik ata-onalar ichida yuqoridagi 3 narsaning birisiga ko'ngil bo'lib, boshqasi ko'ngil bo'lmaslik yoki bolalarga ularni o'rgatishda tartibini to'g'ri o'rinlashtirmaslik ahvoli xili og'ir. Men ana til yerlik millet ma'rifi ve qo'shtillik ma'rif ustida bir mezgil izlenip bu sohadagi ilmiy bayqashlarni Uyg'urcha maqola qilib yezib, tayyorlab, torlarda e'lon qildim. Hem de bu vaqtda bir tor kitap, yani tor kitap 7. qism mu tayyorlab, onu vatandaşlarga tor orqali taqatdim. Men bayqagan ilmiy nazriyalar javhirining yig'inchoqlangan mazmuni mundaq. Uyghur diyarida yaşayotgan Uyghur balalarının ana tili Uyghur tili bulup, ilmi usul bo'yicha ish ko'rganda, ular 10 yoshga kirgicha boshqa til o'rganmay, barliq darslarni ana tilda o'qishi kerak. Chet elda yaşayotgan Uyg'urlarning balalari duch kelgan ahvol bir qadar murakkab bo'lib, ilmiy nuqta va amaliyatchan bo'lish nuqtasidan qaraganda, meningcha chet eldagi Uyg'ur balalar maktabga kirishdan burun uyda Uyg'ur tilini asos qilib o'rganishi, maktabga kirgandan keyin bo'lsa o'zi yashayotgan davlatning tilini asos qilib o'rganish kerak. Balasiga Uyg'ur tilini sistemalik o'rgatishga bel bog'lagan ota-onalar o ishni balasi 10 yoshga kirgandan keyin andin boshlashi kerak. Ana tilini uy ichi va
Uyg'urlar to'plashgan sorunlarda bir tarafdan ügünüp, bir tarafdan işletip duruşu, ata-onalarning balasiga ana tilda so'zlab turishi hamda balasining o'zlari bilan ana tilda aloqalashishni qo'lga keltirishi nihoyatda muhim. Ammo bu ishni balaning o'zi kechirasizlar. Ammo bu ishni balaning o'zi yashayotgan davlatning tilini eng yuqori sifat bilan o'rganishiga ta'sir yetkazmagan holat elib berish kerak. Balalar davlat tiliga puxta bo'lmaydi ekan, ularning ashu davlatdagi maktab o'qishida a'lo o'quvchi bo'lib ma'nolishi mumkin emas. Natijada ularning kelgusida aqliy jihatda kuchli kishilardan bo'lib chiqishi texmi mumkin emas. Bu nuqtani hamma ota-onalar cho'qim to'liq tushunib yetishi kerak. Kichik vaqtida kitob o'qishni bir odatga aylantirgan balalar kelgusida nihoyat muvaffaqiyatli kishilardan bo'lib chiqadi. Shunlashqa balangizda kichik vaqtidan boshlab kitob o'qish odatini yetildirishga intayin ahamiyat bering. Uyg'urcha kitob bo'lsa-mu yoki siz yashayotgan davlatning tilida kitob bo'lsa-mu bo'laveradi. 3. Maktab o'qishida balalarni a'lo o'quvchilar qatorida saqlash. Men oldingi 10 yildan ko'proq vaqt ichida muvaffaqiyatshunaslik ustida bir qism izlanishlarni elib bordim. Hamda natijali Uyg'urlar degan tema ostida chet elga chiqib, o'qish va xizmatda alohida natija yaratgan Uyg'urlardan 50 dan ko'proq kishilarni tanishtirdim. Ashu kishilarning ahvoliga inchikilab qarab chiqadigan bo'lsak, ularning hammasi kichik vaqtidan tortiblab ota-onasining qattiq ko'ngil bo'lishiga, atrofliq va ilmiy yetaklashiga, cho'nqur va shartsiz kuyunishiga va o'qishni boshdan oxir ching tutishiga erishganligini bayqaymiz. Boshlang'ich 1-sinfdan 3-sinfgacha bo'lgan oraliqda sinfda a'lo o'quvchi bo'lolmagan bolalarning maktab o'qishida keyinchi bosib chiqarishi ancha osonga to'xtamaydi. Hamda chekinish yuz beradigan ahvollarmi bir qadar hamda boshlang'ich 1-sinfdan 3-sinfgacha bo'lgan oraliqda a'lo o'quvchi qatoriga o'talgan bolalarda keyincha cho'ng chekinish yuz beradigan ahvollarmi bir qadar oz sodir bo'ladi. Ota-onalarning maktab yoshiga to'shgan bolalarga nisbatan ko'ngil bo'lmas bo'lmaydigan ishlari nihoyat ko'p bo'ladi. Ammo meningcha shularning ichidagi eng muhimlaridan mundaq ikki ish bor. Birinchi, balaning kishilik xarakteri, mijozi, axloqi va uyg'urlik hissiyoti. Ikkinchi, balaning maktabdagi o'qish natijasi. Balasining barliq maktab o'qishlarini a'lo o'quvchi bo'lib tamomlab, hamda yuqori unvonlarni og'uchi o'qib, kelgusida nihoyat isil kishilik xarakteri va isil axloqqa ega hamda nihoyat yuqori darajada aqliy kuchga ega kishilardan bo'lib yetishib chiqish uchun ota-onalar cho'qim balasining axloqi bilan maktab o'qishini kichigidan tortib ching tutishi kerak. Taraqqiy topgan g'arib ellardagi oqtanliklar ichida ballarning o'qishini ancha ching tutmay, balasiga yaxshi o'qig'in degan talabni qo'ymay, xushal yashag'in, xavfan deganni bakrak ta'kidlaydigan, ammo balasining kishilik xarakteri va axloqiga nihoyatmi ko'ngil bo'ladigan ahvol bir qator ko'p. Buning aksicha, Osiyoliklar ichida kichik bolalarga har kunni ko'ngilli o'tkazgin deganni asosan demay, yaxshi o'qimasang qat'iy bo'lmaydi degan talabni qo'ydigan, lekin balasining kishilik xarakter va axloqiga oqtanliklarda ko'ngil bo'lib ketmaydigan ahvollar bir qadar ko'p. Shunga hozir maktablardagi a'lo o'quvchilarning ichida Osiyolik o'quvchilarning soni nihoyat yuqori nisbatni egallayotir. Xizmat fursatlari jihatdan Osiyoliklar boshqalardan ko'p foydali o'ringa o'tiryapti. Buning bir tub sababi g'arbdagi oqtanliklar tog'ning cho'qqisiga chiqib bo'lib, hozir hayotdan to'liq huzurlanayotgan millat, Osiyoliklar bo'lsa, endi tog'ning cho'qqisiga qarab yomishib chiqayotgan millat.
Bu xil ahvolni tushunish bir murakkab ilm talab qilmaydigan bo'lib, azroqli o'ylanib baqsa, bu xil ahvolni hamma Uyg'urlar, ota-onalar tushunalaydi. Uyg'urlar bo'lsa, hozir tog'ning ostidan tog' cho'qqisiga qarab amdili mengayotgan millatlarning biri. Shunlashqa men barliq ota-onalardan balasi kichik vaqtida uning kishilik xarakteri bilan o'qishini hammadan cheng tutishni umid qilaman. Uyg'urlarning aqliy kuchini taraqqiy qildirishda bu qilmasa bo'lmaydigan muhim ishlarning biri. Bu jihatda hozir Amerika, Yaponiya va Yevropa qatorliq bir qism ellardagi Uyg'ur ota-onalar nihoyat yaxshi natijalarni yorityapti. Agar bu jihatda statistika qilib boqadigan bo'lsak, kishini to'limi xushal qiladigan bir qism ahvollarni bayqaymiz. Ammo boshqa bir qism ellardagi ota-onalar ichida bu jihatdagi ishlarni ancha yaxshi qilmayotganlar az emas. Balalarning kishilik xarakter va axloq tarbiyasi ularning Uyg'urlik tarbiyasining o'ziga elishi shart. Undaq bo'lmaydi ekan, balalarda Uyg'urlik hissiyoti va Uyg'urlarga bo'lgan muhabbatni yetarlik darajada yetildirilmay, ularning aqli kuch jihatda qanchalik darajada taraqqiy qilib ketishidan qat'iy nazar kelgusida ulardan Uyg'urlarga ancha foyda kelishi natayin. Men o'zimning bola tarbiyasi va kimlik degan yozmamda balalarda milliy kimlik tushanchisini qanday yetildirgili bo'lganligi haqida maxsus to'xtaldim. Men barliq ota-onalarga shu yozmani bir qatim o'qib beqishni tavsiya qilaman. Qadrli qarindoshlar, yana shu balangizga to'g'ri kuying devatidi Erkin Sidiq akamiz. Hozir 27 minut bo'libdi. 27 minutda biz 5 narsani o'qibdimiz, qadrli qarindoshlar. Bu biroz uzunga so'zilgan maqola ekan. Qani qo'limizdan kelishicha o'qib boqaylik. Hozir 4-mavzuga keldik, kichik mavzu. Balalarga Uyg'ur tilini o'rgatish degan mavzu. Yani Erkin Sidiq yazmaları degan kitaplarni qarindoshlarimiz belki o'qigan bo'lishi mumkin. Erkin Sidiq akamizning tadbir nashriyat tarafidan nashr qilingan 7 kitobi. Ondan başqa tor kitaplardan 7 kitap chiqdi. O tordan tushirib o'qisanglar bo'ladi. Hamma kitobini ma tordan chiqqan kitaplarni biz shunda besib chiqardik. Maqala hem şu aşk kitaplardan keyin chiqqan maqolalardan birisi ekan. Biraz muhim bo'lg'achqa sizlarga bu maqolani o'qib birlikda o'rganishni nima qildim. O'zim bir qator o'qigan, nihoyat suyundim maqolani o'qib. Endi shu o'qiganmaganlar bir anglab baqsa degan niyatda sizlar bilan paylaşaman. 4-kichik mavzu balalarga Uyg'ur tilini o'rgatish degan yerga keldik. Hozirgacha bayqagan ilmiy nazariyalar bo'yicha ish ko'rganda, chet elda yashayotgan balalar Uyg'ur tilini sistemalik o'rganishni 10 yoshga kirgandan keyin andin boshlash kerak. Lekin meningcha balasi bilan uy ichida Uyg'ur tilida so'zlashishni balaning yangi tili chiqqan vaqtda boshlab elib borsa, hamda bola 3 yosh, 1dan 3 yoshgacha bo'lgan oralikda onunğa kitap o'qitqizib, onun mengisini taraqqiy qildirishni Uyg'urcha kitap bilan elib borsa bo'laveradi. Men hozirgacha uy ishida kichik bolaga 2 xil til, ya'ni Uyg'ur tili bilan o'zi turayotgan davlatning tilini tang ishlatganda bolaning xili cho'ng bo'lg'icha biror tilda tili to'liq chiqmaydigan va 3-4 yoshga kirguncha ancha gap qilg'ilib unmaydigan bo'lib qoladigan ahvolni xili ko'p ko'rdim. Ya'ni 2 xil tilni tang qo'llanadigan uyda cho'ng bo'lgan bolalarda yuqorqidagi ahvollar yuz berdi ekan. Ammo o'zimning ko'zimcha undaq bolalarmi 4-5 yoshlarga kelganda biroqla 2 xil tilda tang so'zlaydigan bo'lib ketadi ekan. Bu demasimi yaxshi kuzatish natijasi ekan.
bizning balamızmı mesela biz şu ayrılgan çağda şu Guangzhou'dan ayrılıp çıktık biz yani chet elge. Şu vaqtning o'zida o'g'limni men Xitoy maktabiga bermagan. Xitoy maktabiga bermagan chunki hamda yani boshqa bir til nima qilmasin deb. Ondan keyin Suriye'ye geldik. Suriye'de 2006 yılı yani Suriye'de balımız şeyde okudu. 3 yılın 3. sınıfça 5'de anaokulunu şu Arapça, onun için yine şu Araplarının mektebinde okudu. İstanbul'a gelgenden kimi yine 3 yıl 6. sınıfça şu Arap mektebinde okudu. Biraz aralıkımızdaki musabe hang içilişki başladı. Ben Uygurça'da sözleymen, balam Arapça analiz kılıyordu, ya ki tüm şeydi diyendek. Öyde elbette Uygur iş para kılımız da. Şu başka balamı ben kim o Türkçe mektepke çıkıp aldım. Yani hazır bu meseleni bekliyorum. Ondan keyinki ballarımda asasen öyde şu Uygurca gepleşimiz, bizle gepleşken Uygurca gepleşiyordu. Bazı özara gepleşkende Türkçe, bazı Uygurca, sırtı çıkan çağda Türklerge Türk, Uygurlarga Uygurca veya ki Türkçe arlaştırıp, ya Türkçe yapılan çok mu Türkçe, aşağıda geplerini kırıldık arkadaşlar. Köşmen milletler işideki bir kısım ata-analar balamni qo'shtillik qilib beqib cho'nqisam, uning tilidagi taraqqiyotning kechikishini va maktab o'qishini mag'lub bo'lishini keltirib chiqaradi deb ansiraydi. Ammo bundaq ansirashning hech bir ilmiy asosi yo'q. Uning aksicha, hozirgacha bu sohada elib berilgan ilmiy tadqiqot natijalarining hammasi qo'shtillik bo'lishining amaliy turmush va iqtisod jihatdagi foydasidan boshqa yana balalarning aqliy iqtidorini taraqqiy qildirish jihatda tuvandikida ko'plagan foydasi borligi isbotlandi. Qo'shtillik bo'lish balalarning til va o'qish jihatdagi taraqqiyotida ijobiy rol o'ynaydi. Agar balalar boshlang'ich maktab mezgilida o'z iqtidorlarini 2-3 tilda taraqqiy qildirsa, ular til ve onu qandaq qilib unumli işletish to'g'risida texnik cho'nqur tushunchaga ega bo'la oladi. Agar ikki tilda savodi chiqarsa, ular tilni betaraf qilishda texnik ko'p praktik qilish fursatiga ega bo'ldi. Shuning bilan ular aşı ikki tilda reallikni qandaq ifoda qilganligini selishtirib tushuna oladi. Oldingi 35 yil mobaynida elib berilgan 150 dan ko'p tadqiqot temisi Germaniyalik faylasuf Goethe degan bundaq bir gapni to'liq isbotlab berdi. Faqat bir tilni biladigan kishi o tilni haqiqiy turda bilmaydi. Hozirgacha bo'lgan tadqiqot natijalari isbotlagan yana bir narsa shuki, qo'shtillik bolalar uchurlarni o'xshash bo'lmagan ikki xil tilda bir taraf qilganlik uchun ularning tafakkur qilish iqtidori texmojonliq bo'lib yetishib chiqadi. Bundaq bo'lishning bir ifodasi qo'shtillik o'quvchilar imtihonlarda bir tillik o'quvchilar qaraganda ko'p yaxshi bo'ladi. Balalarning ana til saviyasi ularning keyin o'rganilgan ikkinchi tildagi saviyasining qandoq bo'lganligini belgilaydi. Ana tili bilan maktab tili o'xshamaydigan bolalarga nisbatan aytganda, maktabga kirishdan burun ana tilda kuchli asos yaratgan bolalarning maktab tilini puxta egilash iqtidorimi kuchli bo'ladi. Ota-onalar kichik bolasi uchun yetarlik vaqt sarf qilib, bolasi maktab yoshiga tushishdan burun ularda ana til so'z iboralari va tushunchalarini obdan yetildirsa, bolalar maktabga kirgandan keyin maktab tilini asarliq o'rganib, boshqa o'qishdimi muvaffaqiyatli bo'la oladi. Bolalar uyda ana til orqali egilagan bilim bilan iqtidor maktabga kirgandan keyin maktab tilidagi bilim bilan iqtidorga o'zgardi. Bolalarning uqum va tafakkur iqtidorini taraqqiy qildirish nuqtasini elib aytganda, ana til bilan maktab tili o'zaro beqinadigan bo'ladi. Uqum bilan tafakkur iqtidorining bir tildan yana bir tilga ko'chishi qo'sh yo'nalishli bo'ladi. Ya'ni maktabda biror qo'sh tillik programmasi orqali ana til taraqqiy qildirilsa, balalar maktab tili to'g'risida egilagan uqum bilan til savod iqtidori ana tilga yetkaziladi. Qisqasi, agar ma'rif muhiti har ikki tilning teng taraqqiy qilishiga yo'l qo'ysa,
bu iki til o'qishda bir-biriga yordam qiladi. Yuqoridagi mazmun mening boshlang'uchda ana tilni oldida o'g'itish zarurligining ilmiy asoslari degan maqolamdan ilingan bo'lib, men barliq ota-onalarga shu maqolani bir qatim o'qib chiqishni tavsiya qilaman. O mening ilmiy asosdagi qo'shtillik ma'rif qandoq bo'ladi nomli 7-tor kitobimda bor. Öy ishida butunlay Uyg'ur tilida so'zlashadigan oilada cho'ng bo'lgan bolalarmi 3-4 yoshdan boshlab o'zi yashayotgan davlatning tilini ko'p ishlatadigan bo'lib ketadi. Undaq bo'lishning sababi bolalar televizor ko'rgan ve yeslida turgan vaqtlarning hammasida davlat tili bilan uchrashadiganligi hamda bolaning ota-ona bilan so'zlashadigan vaqti televizor ko'rish ve yeslida turish vaqtidan jiq az bo'lganligi bo'lib, o bir normal ahvol. Şoňlaşqa ata-onalar balalarının tilini yalğız Uyg'urcha tilda chiqara olmaganligiga onchuvla urib ketmesimi bo'ladi. 5. Balalarga dinimizni qancha yoshdan boshlab o'rgatsa eng muvaffaq degan tema ekan. Hamda markaziy nuqtaga hamda keptimiz qadrli qarindoshlar. Ertaning yanqisi o'qigan gapning hammasi mushu mazmunga munosabatli bo'lg'achqa hamda biz yani balalarga dinimizni qancha yoshdan boshlab o'rgatsak eng muvofiq degan tartishmani yani bu to'g'rida erkinkam qandoq qalam tavritibdi bir baqayli. Yaqında bir vatandaşımız özünün Facebook temaga mundaq bir parça uçurunu yazdı deydi. Naqil. Assalomu alaykum qarindoshlar, menga bir maslahat bersanglar yoki mushu yerning eng cho'ng rahbarlari bo'lsin bo'ladi. Ma'u rasmdagi Safaköy Qur'on kursiga men 2016-yili 11-21 kuni qizimni akirib berdim. Şu vaqtning o'zida birinchi oylik o'qish puli uchun Türk sinifiga 250 lirani sinf mas'uliga yani Türk muallimiga berdik. 2016-yili 12-ayning 1-kuni qizimning sinf mas'uli menga yana bir oylik 250 lira o'qish pulini oldin topshirishni dedi. Men qaytlab so'rasam, bu yaslining qoidasi deb turib oldi. Shuning bilan men bir ay 10 kunlik o'qish puli uchun 500 lira topshirgan bo'ldim. Qo'limizga hech qanday talon yoki pul olganlik hujjati chiqarib bermadi. 2017-yil 5-oygacha izchil her ayda 250 lira o'qish puli topshirdim. Qizim yasladagi o'qishi bitgandan keyin men qizimning sinf mas'ulini izlab, shu ortiq olgan pulning gapini qilsam, o nihoyat so'q pozitsiya bilan men xotirimga qarab boqay deb bir haftagacha hech qanday javob bermadi. Biz shu yaslining mudirini izlab ahvol inkos qilsak, bu sizlarning haqqinglar chinroq turib so'rasanglar dedi. Shuning bilan yana sinf mas'ulini izlab yana so'rdi. Sinf mas'uli bizga sizlar baldur desanglar bo'lmamdi, mening xotiramda yo'q deb turib oldi va yasli mudiri bilan hisobotni tekshirib boqdiganligini dedi. Siz bizga yasli mudiri bilan ko'rishimizni aytdi. Biz yana shu yili shu yasli mudirining qishiga kirsak, bizga o pulni men olmadim. Bizning qoidamizda ay o'rildig'iga bir kun qolgan vaqt kesimi bir oylik o'qish pulini olamiz. Siz bergan pulning hech qanday xotirasi yo'q deb turib oldi. Bu mudirning 2 kun ilgirki gipi bilan keyingi gipi birdek emasdi. Xo'sh, endi men qanday qilishim kerak? Yoki bo'ldi qilib, ichimni ochiq qilib, bu haqsizlikka chidab turaymi? Hech kim pulni undaq oson topmaydi. Bo'lib Mao İstanbul'da qarindoshlarımızın maslahat berishini so'rayman. Naql tugildi. Hozir chet elda yashayotgan Uyg'urlar orasida maxsus kichik bolalarga Qur'on o'rgatadigan kurs yoki madrasa ochganlar hamda kichik bolalarni ashundoq kurs yoki madrasada o'qitayotganlar bor. Yuqoridagi xatda bayon qilingan ana shundoq ahvollarning bir qismi.
Anlaşımca bazı medreseler kichik balalarga hech qanday fanniy bilimlarni o'rgatmay, faqat Qur'onni o'rgatadi ekan. Buningdan boshqa, hozir dunyoning har qaysi joylarida 4-10 yoshlardagi bolalarga maktab tilidan boshqa Uyg'ur ona tili va Qur'ondagi oyatlarni tangli o'rgatayotgan ota-onalar oz emas. Hozir yuz berayotgan mush xildagi bir qism ishlar millatning ehtiyoji va ilmiyligiga mos kelmaydi. Shundaqla u dinimizdagi talablarga mos kelmaydi. Mushu yakunga asos keltirish uchun tuvanda men Amerikada yashaydigan, Amerikada Bayyinah instituti degan islom dini institutini qurib, hozir onunga maktab mudiri bo'lib ishlayotgan dunyoga dangliq Qur'on tili, ya'ni klassik arab tili mutaxassisi ve Kur'an mutaxassisi Numan Alixonning bir nutqining mazmunini bayon qilib o'taman. Numan efendi bu nutqini 2015-yili Qatar, Kuveyt, Dubay ve Bahreyn qatorliq davlat ve rayonlarni ziyorat qilganda so'zlagan bo'lib, uning temisi balamga qancha yoshda Qur'on o'rgatsam bo'ladi ekan. Emiyada Numan Alixonninki resmini mu biribdi qadrli qarindoshlar. PDF'ni tushirib o'qisanlar, uningda shu nimaning leksiyaning YouTube adresi bor. Ya'ni What age do I teach my children Quran degan nima ekan? Tuvandikisi Numan efendining deganlari. Menden bir ana mundaq bir sualni sordu. Mening balam hozir 2,5 yoshga edi. Men uninga qancha yoshdan boshlab arab tili, din va Qur'on o'rgatsam bo'ladi? Men bu ulug' onaning ashundaq savolidan nihoyat suyundim. Ammo siz o'zingiz 3 yoshga kirganda oyingizni ta'tir kiyib olganingiz ehtimol hozir unutib qoldingiz. Balalar fitrat ichida bo'ladi. Ular nihoyat go'zal keladi. Shunga ularni bala bo'g'ili qo'ying. Bazı balalar öğünüşke amrak keladi. Hem de yeni narsalarni nihoyat tezla öğünüp alalaydı. Ondaq balalarning ko'proq narsa öğünüşüge yol qo'ying. Hem de onunla sharoit yaratib bering. Bazı balalar bo'lsa o'ynashga amrak keladi. Ondaqlarni ko'proq o'ynag'ili qo'ying. Ata-onalar balasiga bo'lgan muomalasida moslashishchan bo'lishini o'rganib olish kerak. Hamma balalarga o'xshash o'lcham qo'ymasligi kerak. Bir balını yeni bir balı bilen seliştirmesi lazım. Bulupmu balıları Kur'an ügünüşte öz ara besleşmesi gerek. Benim 6 balam bağ bulup Kur'an yadlaştı ola birbirine zaten okşumaydı. Okşumaydı. Benim bir balam yeni nersini 5 minutlu yadlamalıdı. Yeni bir nerse o bir nersi yadlaşta kişini heyran kaldırdıgan derecede çakkar. Mening yeni bir balam üçün o'xshash bir narsani yodlash uchun bir oy vaqt ketadi. Men hargizim onunga sen mi acanga o'xshash tez yodlasang bo'lmamdi demayman. Balalarni Qur'on yodlashga majburlaydi ekanmiz, ular dinga o'ch bo'lib qoladi. Balangizga Qur'on yodlatishni o'zingiz uchun bir besim qilib olmang. Alloh balangizning bir hafiz bo'lishini istamaydi. Şundaqla Allah balangızdan bir alim buluşunu istemeydi. Allah fakat balangızdan bir yaxşı Müslüman buluşunu isteydi. Allah balangızdan dinni suydigan bulup çoğun buluşunu isteydi. Şonlaşqa siz ata-ana buluş süpütünüz bilen özünüzni sel tutuvelin. Yeni bazı ata-analar mening qishimga kelib mundaq dedi. Balımız hazır 5-6 yaş kişiydi. Biz onunla kıyamet günü qandaq bulduğanlığının videosunu koyup berdik. Siz neymiş ki ondaq kılısınız? 5 yaşlıq balığı ondaq nərsini körsətsiniz, onu ruhi cəhətdən zəxmələndirib qoyusunuz. Ondaq nərsini körsəm, mən də qorxub getiməm. Balılar fitret işidi olub, onun mənisi ular hazır sadır qılğan hər qandaq xatalıqlarga ularning özləri məsul emas. Şunlaşqa Allah'tan korkuş duygusu bo'lmagan kichik balangizning qalbiga siz nimişqa Allah'tan korkuşni selib qo'ymoqchi bo'lasiz. Allah'tan korkuş faqat o'zining ish harakatiga o'zi mas'ul bo'ladigan cho'ng odamlar uchun yaratilgan. Balalar kichik vaqtida biz ularga faqat Allohning sevgisi,
Allah'ın mehir şefkati, Allah'ın köngül bölüşü ve Allah'ın mukafatıyla körüstüşümüz kirek. Kıyamet günüge okşaş, kıyamet günüge okşaş korkunçluk nersiler balalarını roy cihetten zahmelendirip koydu. Şunu balalarga undaq nersilerini hergizme körsetmesimiz gerek. Eğer balalarımız dinimiz bilen aşında korkunçluk işler arqılıq tunuşidiken, ular dinimizden korkuduğan bulup kalıdı. Balalar tuğuluşidilar Allah'ın mihir şefkati bilen kelgen. Allah muhabbetini balalarının içine selip koygan. Sizдің vazifeniz aşı muhabbetini texim ravajlandırış. Mesuliyet keyinrek kelidi. Bala çoğ bolganda biz onunla mesuliyetini ügütüşni başlaymiz. Balığa kıyamet gününün işlerini ve başka mesuliyetlerinin gipini şu çağda deymiz. Meyli Kur'an ügütüş bolsun yoki başka nerslerini ügütüş bolsun, bu işni çoğun balının muvaffaq yeşidi elip beriş gerek. Biz kıladigan iş balının yeşiği mas keladigan bo'lishi ve biz qilgan ishni bola yaxshi ko'radigan bo'lishi kerak. Hozirgi davrda bolalarning qanchalik narsa o'rganganligi ota-onalarning muvaffaqiyatini o'lchaydigan narsa bo'lolmaydi. Amaliyotda bolalarga kichik vaqtida o'rgatgan bilimlar hech bir qimmati bo'lmaydi. Bolalar kichik vaqtida eng qimmati bor narsa ularning o'z Rabbini qanchalik ularning o'z Rabbisini qanchalik suydiganligi, o'z payg'ambarini qanchalik suydiganligi, qanchalik yaxshi xarakterga ega bo'lganligi, qanchalik rostchil va samimiy ekanligi, o'z xatoligini idrok qilishga qanchalik qodir ekanligi va siz bilan qanchalik unumli aloqa qila oladiganlik qatorliqlardir. Balalar uchun bilim muhim emas, balki yaxshi kishilik xarakter muhim. Kichik balalardagi bilim teyiz bilimlar bo'lib, o faqat boshqalarga ko'rsatish yoki damxo'rlik qilish uchunla hozirlangan narsa. Har qanday vaqtda kishilik xarakter birinchi o'rinda, bilim bo'lsa ikkinchi o'rinda turdi. Balaning kichik vaqti uningda esil xarakterlarni yetildirishning eng muvofiq vaqti bo'lib, balada yaxshi mijoz xarakter yetildirish jarayonida onu azroq bilimga ega qilib maqsad bo'ladi. Kichik vaqtida bütün Qur'onni yodlab bo'lgan, ammo yaxshi xarakterga ega emas balalar nihoyat ko'p. Bu aşı balalarning masalasi emas. Ularning ota-onalari faqat Qur'on yodlashni ta'kidlab, ularda yaxshi xarakter yetildirishga sal qaragan. Ondaq balalar yolg'onchilik qiladi, pastkaşlik qiladi ve Qur'onni yodlamagan do'stlarini mazaq qiladi. Ular Qur'onni yodlaganidan sirt boshqa musulmonlar qilishga tegishli ishlarning hech qaysisini qilmaydi. Ularning Qur'on yodligini bizning jamiyatlarimiz uchun bir lo'nqidan boshqa narsa emas. Bu ishda biz Allah ta'kidlamagan narsani ta'kidlab, Allah ta'kidlagan ishga sal qaraymiz. Yani telefonlar çelip gitti qarindoshlar. Yani kichik vaqtida bütün Qur'on yodlab bo'lgan, ammo yosh xarakterga ega emas balalar nihoyat ko'p. Bu aşı balalarning masalasi emas. Ular onları faqat Qur'on yodlashni ta'kidlab, ularda yaxshi xarakter yetildirishga sal qaragan. Ondaq balalar yolg'onchilik qiladi, pastkaşlik qiladi va Qur'onni yodlamagan do'stlarini mazaq qiladi. Ular Qur'onni yodlagandan sirt boshqa musulmonlar qilishga tegishli ishlarning hech qaysisini qilmaydi. Ularning Qur'on yodligini bizning jamiyatlarimiz uchun bir lo'nqidan boshqa bir narsa emas. Bu ishda biz Allah ta'kidlamagan narsani ta'kidlab, Allah ta'kidlagan ishlarga sal qaraymiz. Yana kelib biz Allohning dini uchun xizmat qilyapmiz deymiz. Biz cho'qim bir xil tamponlikni qo'lga keltirishimiz kerak. Bilimning o'ziga tushliq o'rni bor. Kishilik xarakterning ham shundoq.
Biz cho'qim bu ikkisi o'rtasidagi tenglikni vujudga keltirishimiz kerak. Numan apandining nutqi mush yerda oxirlashdi. Ilova, mening tushunishimcha Numan apandi yuqorida bilimni tilga olganda asosan diniy bilimlarni ko'zda tutgan. Hozirgi zaman g'arb ellarida bolalar maktab yoshiga tushib bo'lguncha rang, o'simliklarning ismlari, hayvonotlarning ismlari, odatdagi sonlar va ularni hisoblash usullari hamda bolalar kitoblarini o'qish qatorliq bilimlarni to'liq egallab bo'lgan bo'lib, bu bilimlar ularning keyingi o'qish va kishilik taraqqiyot jarayoniga nihoyat zo'r foydalarni elib keladi. Shunglashqa ota-onalar hergiz bolalarining bu jihatda bilim elishiga sal qaramaslığı kerak. Bir yerde bir qancha resimni beribdi qadrli qarindoshlar, meni ma'noga o'xshash oyatda Qur'on yodlayotgan bolalarning resimlari namozda turayotgan degandek. Endi bolalarga Qur'on o'rgatish, ona til o'rgatishdan muhimmi degan mazmunni muzokara qildik ekanmiz. Bekçek mezmuma qamedi qadrli qarindoshlar. Yana bir qancha minut 20 minut vaqtimiz bor ekan, o'chaqcha tugaydi. Sabringlarni talab qilaman. 6-cı balalarga Qur'on o'rgatish, ona til o'rgatishdan muhimmi degan tema, kichik tema. Men yaqinda bir Uyg'urning Facebook'da yozgan tuvandagi uchurini uchirtib qoldim. Naql Qur'on kurslarining vaqtini isrof qilishga urinmay, o'zingni boshqa yerda til kursi echinglar. Allah yo'lidagi muqaddas xizmatga shakar yalatgan buzg'unchilikni qilishni boshlamay, boshqa qiladigan ishlar bo'lsa qilaveringlar. Uyg'urning tilidan iymoni afzal. Qiyomatda nimishqa tilingni o'rganmading demaydi Allah. Nimishqa diningni o'rganmading deb so'raydi. Depto bir qarindishimiz, shuni naql qilibdi, Erkin Sidiq akamiz. Mening tuzitishga tegishli bir qancha ishlar degan yozmamda bundaq bir mazmun bor. Naql. Boshqalarni baholashga amroq kelish bu aqlona ish emas, balki zaharli ishdir. Ba'zi kishilarning boshqalarni baholashi Allohning baholashini besib tushdi. Ular kishilarga sen do'zaxda kuysan yoki bu harom deydi. Gerçi özlürde hech qanday salohiyat bo'lmasa-mo, uni haram, buni haram deydi. Men sizlarga bir hikoya so'zlab beray. Bir kuni men Sheyx Abdulnasir bilan kechki g'izo yeyotgan edim. Biz bilan bir ustalda g'izolanayotganlarning ichida 20 yoshlar atrofidagi yana bir qancha yoshlarmi bor edi. Ularning birisining qisqa saqli bor bo'lib, uning yanidagi yigitning bo'lsa uzun saqli bor ekan. Shuning bilan uzun saqalli ukimiz qisqa saqalliga qarab, "Do'stim, sizning yüzünüz haram. Siz sakalını uzunlara koymuşsunuz bo'lmaydi" deb o yigitni o'ng'aysizlantirdi. İslamdagi fiqh yoki islom qonunlari masalasiga kelganda men hargiz ig'iz ochmayman. Chunki men bir fiqh, islom dini advokati emas, yoki men bir ziyolimi emas. Ammo Sheyx Abdulnasir bir faqih bo'lib, o dastlabida yuqoridagi suhbatni anglab o'ltirdi. Birazdan keyin tamoq yeyishni davomlashtiramay, eliqa uzun sakallık yigitning savol so'rashga boshladi. "Ukam, ashunda gap qaysi hadis kitobida bor ekan? O qanchinchi bob ekan? Onun Rabbi kim ekan? O hadisni kim rivoyat qildi ekan? Uni kimga rivoyat qildi ekan? Uni sahobalar qandoq tushunibdi ekan? Uni birinchi avlod musulmonlar qandoq tushunibdi ekan? Uni Imom Buxoriyning o'zi qandoq tushunibdi? O'xshamagan islom mazhablari o hadisni nima deb izohlabdi ekan?" Shuning bilan heliq uzun saqalli ukimiz Sheyx Abdulnasirga "Siz meni o'ng'aysizlantiryapsiz. Unda qilmagan bo'lsangiz" dedi. Sheyx Abdulnasir uningga "Shundoq, men sizni o'ng'aysizlantiryapman. Chunki siz uni o'ng'aysizlantiryapsiz" dedi. Sizda hech qanday salohiyat bo'lmasa-mo, siz bir ishni tutib olib, uni yoki halolga yoki bo'lmasa haromga chiqirasiz. Nimening halol, nimening haram ekanligini Alloh belgilaydi. Siz belgilamaysiz. Kimning do'zaxda kuydiganligini, kimning to'g'ri yo'lga boshlanganligini va kimning yo'ldan ozganligini siz qaror qilmaysiz. Xuddi yuqoridagi oyatda deyilgandek, uni faqat Allohla biladi.
Kimning do'zaxga kirib, kimning jannatga kirishi faqat Allah qaror berdi. Naql tugudi. Mening tushunishimcha, islomda dinga kuyish millatga kuyishni chetga qoqmaydi. Musulmon bo'lish millatdan voz kechishni talab qilmaydi. Musulmon bo'lish millatdan voz kechishni shart qilmaydi. Men mushu masala haqida din va millat degan temada bir parcha maqola tayyorlagan bo'lib, men chet eldagi barliq vatandoshlarga shu maqolani yana bir qatim o'qib beqishni tavsiya qilaman. Ba'zi kishilar men diniy ibodatni yaxshi qilsamla cho'qim jannatga kiraman deb o'ylaydi. Meningcha bunda qarash butunlay xato. Mening tushunishimcha Qur'on va hadislarning hech qaysida jannatga kirishning yuqoridagi bir oddiy sharti o'tirib qo'yilgan emas. Men dinimiz haqida izlanish orqali shuni cho'nqur his qildimki, Allohni eng rozi qildirgan narsa siz o'lib ketguncha Allah sizga ato qilgan barliq yoshirin kuchlarni to'liq ish qilish. Allah sizga bergan barliq bilim va iqtidorlarni Allohning dini uchun, millatimiz uchun va insoniyat uchun to'liq xizmat qildirish. Agar Allah sizdan faqat o'ziga ibodat qilishni istagan bo'lsa, u sizga faqat shuning kuchli qobiliyatini ato qilgan bo'ladi. Ammo Allah unda qilmay, sizga nihoyatda ko'p yoshirin qobiliyatlarni ato qildi. Men to'rda mundaq bir parcha rasmni ko'rdim. İki ko'zi qarig'i bir musulmon bobay uydan masjidga boradigan to'polon yo'lning qirg'iga bir dona uzun tanini bog'latib, har kuni o'sha tanini silab, minib masjidga berib keladigan. Demak, Allohga har kun ibodat qilishga odamning ikki ko'zimi lozim bo'lmaydi ekan. Allohning insonlarga ikki ko'zni ato qilishida onun cho'qim boshqa maqsadi bor. Allah'ın o'xshamagan insonlarga bir-biriniga o'xshamaydigan shuncha ko'p iqtidorlarni ato qilishining cho'qim bir sababi bor. Sizning vazifangiz Allah'ın o'zingizdan nimani istaydiganligini to'liq va to'g'ri tushunib, Allah'ni rozi qilish yo'lida o'zingizning barlig'ini atab qattiq tirishish. O'z ömrünüz jarayonida o'zingizdagi barliq yoshirin kuchlarni to'liq ish qilish uchun bütün gücünüz bilen tirişiş. Chet elda İslam dinida baklavurluk, magistrlik ve doktorluk ünvanı ağıç okugan Uyghur dini ziyallarımız xeli bor. Men sizlarning yuqorqida xato bayonlarni ko'rganda, ularni tusib, ularga raddiya berib, dinimizga to'g'ri ta'limot va to'g'ri talablarning nima ekanligini o'ttirib qo'yib, shu orqali chet eldagi vatandoshlarni to'g'ri yetaklashinglarni umid qilaman. Hazır dinimiz kriz işide emas. Musulmonlar kriz işide emas. Ama hazır Uyghur milleti o'zining milliy kimligini saqlab qololmaslik xavfi ichida qoldi. Uyg'urlar musulmon bo'lib yashash uchun oldi bilan o'zining millatini saqlab qolish kerak. Bu nishonni amalga oshirish barliq dini ziyolilar, fanni ziyolilar va chet eldagi boshqa barliq Uyg'urlarning o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishini talab qiladi. Qadirli qarindoshlar. 7. oxirgi so'z. Men mazkur maqolaga dastlabida bolalarni to'g'ri tarbiyalash millatning aqliy kuchini o'stirishning oldingi sharti deb tema qo'ygan. Keyin hozirqiga o'zgartib etdim. Sababi men keyinchi o'ylab baksam, hozir chet eldagi to'g'ri yetaklashga eng ehtiyojli ota-onalar balalari kichik vaqtida ularga din o'rgatishni boshlagan yoki balalariga din o'rgatishdan boshqa ishlardan muhim ko'radigan ota-onalar ekan. Shunlashqa shu ota-onalarni hammadan bek jalb qilish maqsadida hozirgi temani ishlatdim. Hozir yana bir guruh ota-onalar bor bo'lib, ular balalarini maktab o'qishida nihoyat ching tutib, balalarini maktabda a'lo o'quvchi qilib cho'ng qilyotdi. Ammo ularni balalarga biz Uyg'ur deganni ta'kidlab turishi yetarli bo'lmayotdi. Men yuqordimi tilga olganimdek, balangiz kelgusida qanchalik iqtidorli bo'lib ketsin, agar u o'zini men bir Uyg'ur deb hisoblamasa, hamda o'z imkoniyati doirasi ichida Uyg'urlar uchun xolisona xizmat qilishni xohlamasa, o halda balangiz Uyg'urlar uchun ancha foydasi yo'q, Uyg'urlar uchun ancha qimmati yo'q va Uyg'urlar bilan hech qanday munosabati yo'q bir kishiga aylanib qoladi. Shunlashqa men
chet ellik ota-onalarning yuqorqidek ikki xil ahvoldan saqlanishini umid qilaman. Millatning bizning kutadigan umidi mana shu. Millatning chet elliklardan kutadigani hozir vatandagilar qilolmaydigan va qilolmayotgan ishlarni qilish. Hamda shu orqali Uyg'urlarning taqdirini yaxshilashga belgilik töhfa qo'shish. Biz faqat yuksak darajada ittifoqlashib, o'zimizning aqliy kuchini eng yuqori darajada taraqqiy qildirib, har vaqt millatning g'amini yeb ish elib borgandilar, ondan millat bizni kutgan umidning huddusidan chiqa olamiz. Debdi Erkin Sidiq akamiz bu maqolasida, qadrli qarindoshlar. Vaqtni biroz qistab qoldi, 1 soat bo'lib ketdi uning ustiga. Shuningdek, qadrli qarindoshlar, bugungi bu maqola biroz uzun, shunda bo'lsa sabringlarni talab qilaman. Bu maqolani qaytadan bir tinglab o'qishinglarni, o'qib o'qishinglarni, o'qimaganlar bilan paylaşib o'qishinglarni umid qilaman. Qo'limizdan kelishicha Erkin Sidiq akamizningki yoki bo'lmasa boshqa akalarimizningki yozgan maqolalarini sizlar bilan bu tadbiryoy sindarislar orqali paylaşıp mağımız inşallah. Anda olsa bugünkü dersimiz müşahede tügüdü, kaderli qarindoshlar. Allah'ın özüge amanet bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.